psixolog sizga maslahat bermaydi. Chunki bu inson qanchalik darajada professional, qanchalik darajada hayotiy tajribaga ega bo'lishiga qaramasdan, hech kim sizni hayotingizda yashab ko'rgan emas. Psixolog sizni birinchi, ikkinchi marta ko'rib turgan inson yoki deylik 1 yillik psixologingiz bo'lgan taqdirda ham u sizni hayotingiz uchun javobgar emas. U butunlay boshqa inson, boshqa bitta shaxs. Siz o'zingizni hayotingizni o'zingiz yashaysiz. Siz o'zingizni hayotingiz uchun o'zingiz javobgar va hayotingizda nimaiki sodir bo'lmasin, hammasi o'zingizning boshingizga tushadi. Ya'ni qanaqa qaror qabul qilishingizdan qat'iy nazar hammasini yolg'iz o'zingiz yashab o'tasiz. Shuning uchun ham sizni o'rningizga hech qachon boshqa birov qaror qabul qilib, boshqa birov sizga o'zidan kelib chiqib maslahat bera olmaydi. Nima uchun o'zidan kelib chiqib deyapman? Chunki bironta joyda psixolog maslahatlari, psixolog qanaqa maslahatlar berish kerak degan kitoblar, qo'llanmalar yo'q. Shuni o'zi ham hech qanaqa psixolog maslahati degan narsa yo'qligini isboti. Ya'ni bizga institutda o'qiymizmi, qo'shimcha ta'limda o'qiymizmi, hech qayerda insonlarga qanaqa maslahat berish kerakligi va nima qilish kerakligini o'rgatish haqida ma'lumot berilmaydi.